Bizda temir yo'l rahbariyati bayonot berishganida ko'pincha dunyo tajribasini o'rgandik. Hamma yoqda tezyurar poyezdlar juda qimmat deyshadi. Lekin hozir biz dunyodagi eng tezyurar poyezdlardan bittasiga chiqamiz va bu Afrosyobdan arzon. 1300 kilometr masofani 5 soatda bosib o'tamiz. Keling siz bilan adolatli hisob-kitob qilamiz. Tezyurar poyezdlar hamma yoqda qimmat degan gaplar juda makkorona va chalg'ituvchi. Chiptalarni o'rtacha oylik yoki har 100 kilometrga nisbatan hisoblasak, haqiqiy manzarani ko'ramiz. Ungacha yoqtirmani bosib qo'ysangiz, video ko'pchilikka yetib borardi. Masalan, 300 kilometrli Toshkent-Samarqand Afrosyob chiptasi 311 ming so'm. O'rtacha oyligimiz 7 million so'm atrofida desak, bitta chipta shu oylikning 4.4% ga to'g'ri keladi. Yoki o'rta miyona o'zbekistonlik har 100 kilometrda Afrosyobga oyligining 1.3% ni sarflaydi. Endi biz ketayotgan Xitoy poyezdida Nankin-Shanxay orasi ham 300 kilometr. Chipta 240 ming so'm. Ulardagi oylikni o'rtacha 11 million so'm atrofida deb olsak, xitoyliklar uning 225% ni mana bu yuqori sifatli xizmat ko'rsatadigan 300 kilometrli masofani 1 soatga ham qolmasdan bosib o'tadigan poyezdlarga sarflaydi. 100 kilometr uchun ular bizdan deyarli 2 baravarga og'rinmay to'laydi. 0.75%. Boshqa davlatdagilar ham bizchalik qiynalib to'lamaydi. Hattoki biz andoza olishni yaxshi ko'radigan Rossiyada ham. Bizning chiptalar faqat chet elliklar uchungina arzonga tushadi. Mansabdorlarimiz mana shunga xursand. Ajoyib-a?